iPhone'ni faqatgina bo'lib to'lash evaziga xarid qilish mumkin yoki iPhone ishlash uchun oyiga yaxshigina daromad qilish lozim. Chunki yangi iPhone'ning puli ko'pchilikning kamida 1-2 oylik ish haqqi. Shunday emasmi? Xo'sh, yuqoridagi fikrlar sizga ham tanishmi? iPhone ishlatishga qiziqasiz. Ba'zida hozirgi telefoningiz qotib qolishi, kamerasining sifatli emasligi yoki narxining qimmatligi. Endi bunga yechim bor. Yechim Mac Pro Verified. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Mac Pro Verified nimaligi, uning sizga beradigan afzalliklari va yangi iPhone'dan qanday farqlar borligi haqida batafsil tushuntirib o'taman. Videoni boshlashdan oldin bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bugungi kunda Apple bozori va texnikalari nafaqat sifatli va chidamli texnologiya, balki status ramziga ham aylanib ulgurgan. Buni iPhone'ning boshqa rusumdagi gadjetlar bilan narx masalasidagi farqidan bilib olish mumkin. Har bir yangi iPhone narxi o'rtacha $1200 tashkil qiladi. Ko'pchilik uchun esa bu bir necha oylik maosh bo'lishi mumkin. Xo'p, unda nima qilish kerak? iPhone ishlatmaslik kerakmi? Yo'q, albatta. Faqat siz bitta narsani aniqlab olishingiz kerak. Sizga yangi iPhone kerakmi yoki ishonchli, yangisi bilan bir xil kafolatlangan iPhonemi? Doyan sen ekan. Nimaga olib berasiz? O'g'irlamaganmi? Voy. 4000 deydimi? Nimalar qilaman 4000 ga? Jindan o'zi. Ikkita matiz olaman-ku. iPhone ishlash ham qiyin bo'lib qopti-yu. Mac Pro Verified qayta tiklangan Apple texnikasi, ya'ni yangi iPhone sifati va kafolatini arzon narxda xarid qilish imkoniyati. Mac Pro jamoasi eski iPhone modellarini yig'ib, ularni to'liq diagnostikadan o'tkazadi. iPhone haqiqiy original va originalga eng yaqin ehtiyot qismlari bilan qayta jihozlanadi. Qo'limda 216 Pro Max turibdi. Xo'sh, sizningcha qaysi biri yangi, qaysi biri Verified? Umuman farqi yo'q, to'g'rimi? Batareyasi 100% gacha to'liq tiklanadi. Bu esa iPhone ishqibozlari uchun juda muhim. Korpusida hech qanday ortiqcha siniq va yoriqlar yo'q. Yangisi bilan bir xil. Ekran displeyi va kamera sifati yangi iPhone bilan umuman farq qilmaydi. Mac Pro Verified gadjetlarining nafaqat tashqi ko'rinishi, balki uning ichki imkoniyatlari ham yangisidan qolishmaydi. Har bir iPhone modeli email tizimidan rasmiy o'tkazilgan. Oxirgi vaqtlarda bu tizim bilan bog'liq muammolar ko'payib qoldi. Barcha bojxona to'lovlari to'langan. Hech qanday ishonchsizlik hissiyoti bo'lmaydi. Olasiz, ishlatasiz. iPhone 11 seriyasidan boshlab barcha modellari mavjud. Ya'ni sizga kerak bo'lgan iPhone 12, 13, 14, 15 yoki 16 hammasi bor. Va aynan siz istagan barcha ranglarda. Eng muhimi 1 yillik rasmiy kafolat va 10 million so'mlik sug'urta bilan topshiriladi. Ya'ni telefoningizni tushirib yuborsangiz yoki buzib qo'ysangiz, aynan sug'urta xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Bu degani siz shunchaki ishlatilgan telefon emas, yangisi bilan bir xil sifat va teng imkoniyatlarga ega xavfsiz hamda ishonchli smartfon xarid qilasiz. Okey, men telefonni sizlardan oldim, cho't ishlamayapti. Qachon oldingiz, aka? 4 oy oldin. Yo'q, aka, bu garantiyasi lekin 3 oy berilgan. Uje qolmagan garantiya. Iloji yo'qmi? Yo'q, nikak iloji yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu telefon sizlardan olgandim. Qo'limdan tushib ketdi, sal yomon ishlayapti. Shunga qarab bera olasizmi? Qachon oldingiz telefoningizni? Bir 9 oylik bo'lib qoldi. Muammosi yo'q. 10 millionlik strafovkasi bo'ladi va 1 yillik garantiyasi bo'ladi. Bemalol telefoningizni tashlab ketsangiz bo'ladi. Servis xodimlarimiz qarab, muammoni hal qilib berishadi. Voy, rahmat. Keling endi raqamlarga nazar tashlasak. Yangi iPhone va Verified iPhone'larning o'rtasidagi narx masalasi qanaqa? Xo'p, bu qo'limdagi yangi iPhone 16 Pro Max. Uning hozirgi narxi 17,735 ming so'm. Bu esa Verified iPhone 16 Pro Max. Uning hozirgi kundagi narxi 15 million so'mdan boshlanadi. Narxdagi farqni ko'rib turibsiz. Yangi iPhone puliga Verified telefon yoniga bemalol Apple Watch yoki AirPods xarid qilishingiz mumkin. Eslatma sifatida aytib o'tishimiz lozimki, telefonning sifati, uning ishlash mexanizmi va tashqi ko'rinishida hech qanday farq yo'q. Hatto batareykasida ham. Xulosa qilib aytganda, iPhone qimmat deb uni xarid qilishni keyinroqqa surishga hojat yo'q. Mac Pro Verified bu yangidek iPhone lekin arzonroq narxda. Pulingizni tejashni va mazza qilib iPhone ishlashni xohlaysizmi? Yangi telefon bilan farqni hatto yonma-yon turganda ham ajrata olmaysiz. Shunday ekan, Mac Pro Verified bilan siz ham yangilangan iPhone'dan foydalaning. Buning uchun Mac Pro showroomlarga tashrif buyurib, o'zingiz istagan iPhone modeli va rangini tanlang. Yangi iPhone
iPhone narxiga qaraganda ancha arzonroqqa xarid qiling. Mac Pro Verified qayta ishlangan ishonchli va yangisi bilan bir xil iPhone modellari. Sizni Mac Pro showroomda kutib qolamiz. Umid qilamizki, Mac Pro Verified haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldingiz. Endi uni nega xarid qilish kerakligini ham yaxshi bilasiz. Videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, like bosishni va uni iPhone xarid qilishni xohlab yurgan yaqinlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Bizga obuna bo'ling, texnikalar haqidagi sizga qiziq bo'ladigan va foydali bo'ladigan videolarni joylab boramiz. Salomat bo'ling.